ketyapti-da. Tevhidning so'zini anglab aram oson bo'ladigan o'xshaydi. Lekin qo'ylarni kim bu boqqa? Aram ağaç o'ltirib, qo'ylarning kaynidan ma'nsam bo'lmaydi. Lekin qanday qilishim kerak? Belim og'rib turibsa. Xo'sh kaptalar Sodiq hoji. Qani kaslar. Mol chorvalarga ham xashak og'lik hagan o'xshamamdilar. Kaslar. Yo'q, bir eshak setib olaymikin deb kelishim. Men dehsilini piyoda minishni yaxshi ko'rdi deb o'ylabdiman. O'ylaganim to'g'ri, lekin amalsiz qoldim. Belim og'rib, o'ltirishga muhtoj bo'lib qoldim. Bu küçük eshakni olamdilar. Yo'q, buni boshqurg'ili bo'lmoqdak. Menga yuvosh, muloyim eshak lozim, muloyim. Sizlarning deganlarimi bor? Bu eshak nihoyat muloyim. Qarasizlar uning yaxshiligi va rayish beqishlariga. Meni baqsizlar qani. Men sizlar. Menmisanmi bo'laverdi. Sirmisizlar? Qani meni baqsizlar hazratim. Menishqa metirlamaydi. Sizlar uni menishqa buyurmagan tursizlar. Bu eshak o'z maylicha maqmaydi-da. Davomli buyruq kutib turaverdi shu. Qani buyruq bersizlar. Mang'in eshak. Qaltiskan. Qancha pul bor? Otaxonlarni bersizlar. Amal bor yo'ldan mang'in. Eshak degan yo'ldan ezib ketmay mang'alaydiganlik bilan mashhurdir. Nemish to'xtab qolasan? Qo'squ ochgan o'xshamamdi. To'la hangrima, qiyniga. Zing'ishlik va shifolik bo'lsin. Sen qadimki zamonda Allohning payg'ambarlarining biri bilan bir mo'jizani beshdan o'tkazgan buvangni bilamsan. Men sana shu hikoyani aytib beray, janovar. Sening qadimki buvang Bani Isroilning payg'ambarlarining biri bo'lgan Uzayr alayhissalomning davrida yashagan bo'lib, kishilarni Tavrotga amal qilishga, Musa alayhissalom etgan 10 vasiyatga chin eslashga da'vat qiladi ekan. Bu chog'da kishilarning ko'pinchisi aldamchilik, yolg'onchilik va soxtapazlikka to'lgan nachar bir muhitda yashaydi ekan. Ana. Men bo'ldi o'g'lim ham mal. Men qachon tug'ilgan? Ma'lum bir kuni. Buningda hech yangilik yo'q. Hamma eshaklar ma'lum bir kuni tug'ildi ekan, Bir narsa dedingmi? Yo'q ana. Men asli dadamning kimligini so'ramoqchi edim. Sening cho'ng buvang intayin cho'ng yavoyi bo'lib, shirlarni yiqita oladi ekan-ku. Bu qanday mumkin bo'lsa? Qadimki zamonda eshaklar quruqlik hayvonlari bo'lib, yirtqich hayvonlar bizlarni nihoyat yaxshi yemaklik deb qaraydi ekan. Ondan keyinchi Cho'ng buvang shirlarga yamchik bo'lishdan qochib, o'zining bolalarining ba'zisining insonlarga xizmat qilish haqida o'ylanibdi. Ondan o'zining bolalari ichidagi eng yuvoshlarini insonlarning ko'ndirishiga yo'l qo'yibdi. Shuningdan e'tiboran eshaklar ikki turga bo'linibdi. Biri yov eshak bo'lib, ular yo'qilish kirdoviga berib qoldi. Yana biri insonlarning xizmatini qiladigan eshak. U ilm uchun. Siz menga dadamning kimligini depamidingiz-ku? Bilmayman. Eshaklar o'zining dadasining kimligini bilmaydi o'g'lim. Uzoq qolmay senmi cho'ng bo'lib, hatto onangni so'rashdan unutib ketsan. Eshaklarning xarakteri mana shundoq. Bu ilm uchun. Oxirgi savol. Nimishqa davomli so'zingizning oxirida bu ilm uchun deysiz? Bilmayman. Eshaklar o'zi degan gaplar haqida boshqa turib ovora bo'lmaydi.
bu ilim üçün. Men senin yeni hocayınam. İsmim Hizyail. Men muşu joydagi eng boy savdogar. Mən sizin yeni xizmətkarları. İsmim Hammal. Bu ilim üçün. Nemişqa hangra versen bu eşek. Ha? Nemişqa urdular. Mən sizə amraq. Çünki seni vecek. Bilimni ağırtamaydılar. Lekin meni ursula, mən sizə öş bulup qalıman. Bu ilim üçün. Sana jim dur dedim go. Nusa, qadrli xotinim, men sana yeni bir eşek setib oldim. Chiqib ko'rib baq. Men bizga 2 tuxum pishirib, tamoq tayyorladim. Bütün 2 tuxum ha? Nemişqa Arnusa, mening kuniga faqat 1 tuxumning 7ning birini yeydiganligimni bilasan go, ha? Shunda bo'lganda 1 tuxum saq 1 hafta yetidi. Sen cho'qim menga o'xshash qilishing kerak. Bo'lmasa, vayron bo'lib ketamiz, tushundingmi? Ha? Kalva xotin. Mening yemigim qani? Ana, oldingda turmabdi. Muşuluma? Kichkina purchaq. Mening qo'stig'im cho'ng tursa. Mening cho'ng buvam insonlarning qishida ishlashni qabul qilgan chog'da eshakkan. Bu nima? Nima bo'ldi sizga? Charchash, issiq, ocharchilik, talaysizlik his qilyapman. Ilim to'g'risini so'zlayapsiz. Siz olimkasiz-da? Yo'q, men yuk to'shug'uchi. Ismim Hammal. Men Nauqa. Sizni ko'rganimda intayin baxtliman. Mushu issiqdimi baxtlikmi? Sarangmisan? Bu nima shamdi? Bir eshak bilan paranglashman deb ishlashdan to'xtadim, ha? Mana emsa. Uning oldida urmisizlar. Mushasi bilan ustqalaringni chiqib etaman. Bu bo'r eshak. Qara, ha? Men sizga bu yot saroq eshikning oldida meni urmisizlar dedim. U mening sababimdan arziyat tortyapti. Uning degan yaxshi. Hamda mehribon. Tez mana, bu eshak. Meni bekor pichoq akilib bo'g'izga yutaman seni. Mana, deyman. Yo'q. Men sizning bo'g'izlanishingizni xohlamayman. Asirma, u intayin bexil. Pulga setib olgan eshakni hargiz bo'g'izlamaydi. Bundaq joyli qilganingizning foydasi bo'lamdi. Bilmayman. Lekin nima ish bo'lsa, mening bu holimdan ko'p yaxshi. Yukning chiqlig'idan dundan yig'ir bo'lib, ko'li chelakdan suv oqqandek eqishga boshladi. Bu nima gap? Siz shoirmi? Ha, shoir. Ochliq va charchash his qiluvchi. Hizyail, nimishqa bu eshakka minganning o'rniga uni ittirib etsan? Buni eshakdan so'ra. U mang'il unamayapsa. Qo'rsqa osh bo'lishi mumkin. Uning javob peshqattiq. Men uningga peshqattiqlikning aqibetini ko'z tutib qo'yman. Tez pichoqni olib kel. Tez bo'l. Uni bo'g'izlasang, uning go'shtini hech kim olmaydi. Eshikingdanmi quruq qolasan? To'g'ri deysan. Men uni bozorga olib, tunji xaridorga setib etaman. Shunday qilay. Oxiri sendan qutuldim bu. Qandaq ahvolinglar, birodarlar? Men sizlarning yangi hamroyinglar. Ismim Hammal. Hammal? Men Nauqa. Men nima baxtli. Sen shunda qararsan? Ey bala, bu 4 eshakni chatkirak opirib, obdan bog'lab qo'y.
Bo'ladi begim. Ular bizni nima qiladigandir? Bilmayman. Balki bizga ko'proq yemak berdi-hamdi. Ular bizni nimishqa ko'ydirdi. Kechirsilar begim. Nemishqa eshaklarning dumbillarini dog'monlaymiz. Yarı bo'lishi uchun yaralangan yerni shundoq tutib qo'ydigan bo'lsak, har qancha dut eshakmi dul deb chopadi. Shundoqla sotmoqmi oson bo'ladi, tushundim. Xush kelibsan. Men Uzayir begimning xizmatkori xonim bo'laman. U meni o'z qizdek ko'radi. Bu burchaqlarni ye. Yo'q. Bular seninki. Uzayir begim menga yaxshi burchaqlarni aqlab, sening oldingga qo'yib qo'yishimni buyurdi. Bu chog'da sen hammani yeyalaydi ekansan. Ishongisi kelmaydigan ish. Mushundaq yaxshi insonmi bormidi? Sen yemeklarni yeb bo'lganingdan keyin terlaringni yuvib tozalab qo'yaman. Bu yerda boshqalarning xizmatini qilayotgani kim? Eng cho'ng sodigar intayin bexil edi. Yangi xo'jayinim Azizning ishiga qaramamdiga. Hammal, seni tanımayla qapdiman. Bargan siri samirib, nayt chiroyli bir egar atibapsan. Shundaq, xo'jayinim Aziz menga 2 dona yangi egar akab berdi. Men uningdan intayin xushal. Onun ismi Uzayir. O Uzayir. Aziz emas. Onun qishida ishlaysan o, ismini bilmamsan? Ko'pincha kishilar uning ismini Aziz deb ataydi ekan. Ondan keyin eshaklarni dut, kalva deydi ekan. O'zing bu yerda nima ish qilyapsan? Ben bu yerda bir sevganing xizmatini qilyapman. O'yintay, payodam. Lekin to'lim afsus. Qattiq bexil. Kishilarning ishi g'alita, boylar pixsiq, kambag'allar nihoyatda sexiy. Hammasi undoq emas. Masalan, mening xo'jayinimning kichikgina beg'idan boshqa hech nimasi yo'q. Shundaq bo'lsa-mu, u uningdan bir narsa so'rag'anligi odamga berdi. Chunki u degan Allohning payg'ambari. Payg'ambar? Uning nimishqa kishilarning o'ylarini orlab yurib, ularga yaxshi amallarni qilib, yomonlikni tashlashga nasihat qildiganligini endi tushundim. Men asli o'zimning aqlliligimda shak qilardim. Payg'ambar. Xayrli getigan hammal. Bugun sen Uzayir begim bilan uning beyig'iga borsan. Atiga turib havo isib ketsa, tush vaqtida qandoq bo'lib ketar? O'rinli qilma. Yo'lda o'ynama. Uzayir begimning buyrug'ini kechiktirmay ijro qilgin. Mening qo'sug'im to'ydi. Men bir yutum suv ichib olsamda tayyor bo'laman. O'zimni bilmayman. Nemishqiki, bugun Uzayir begimdan ansirabli turman-ku. Bu o'liklar shahri. İnsanlar bu joyni qabristonlik deb ataydi. Men bu joyni faqat yaxshi ko'rmayman. Hatto uningda xotirjam turolmayman. Oxiri boqimi yetib keldi. Bu joyning uzun va anjurlarni yig'ib bo'lguncha moshiyada onam olg'ash turadi. Ozroq o't-chut yavog'inim yaxshi.
Texmi tetik bo'lish uchun yana ozroq yig'olsam bo'ladi. Ikki sevatni qo'shdi. Mening qo'shig'imni qo'ydi. Bu bo'lsa elim uchun. Issiq bo'p ketdi. Qo'shig'imni buncha bola to'yg'izolmasam bo'pti-ekan. Allohning payg'ambari Uzayr o'zining va eshkining ozroq orom ilib bo'lmaydiganligini his qildi. Ikkisiga eng yaqin soya ko'rinib turgan qabristonlik bo'lg'achqa shu qabristonlikqa beribdi. Xo'jayinim o'zim shirinsiga quruq nonni chilab yeydigan. Bu tomoq intayin ozg'u. Bu bir qancha lokmaga qandaqmi qo'ydigandu. Allohning payg'ambari Uzayr alayhissalom o'zini gangirtayotgan ish o'lgandan keyin tirilish to'g'risida o'ylanayotgan ekan. Allah bu suratla o'lgandan keyin uni qandoq tirildirgandi. Uzayr Allohning qudratiga chin kutib, uningni qilch shaq qilmaydi ekan. Faqat o'z-o'zidan mundoqla so'rab qo'ydi ekan. Dal mush paytda ajoyib g'alati bir ish yuz berib, Allohning payg'ambari Uzayr o'z o'rnida o'lib qoldi. O xuddi qattiq uyquga ketgandekla tep-tinch holda o'libdi. Eliqi eshakmi bir ig'iz gap qilishga ulgurmayli o'libdi. Uning oxirida demakchi bo'g'ini o'zimni bundoq issiqda tashlab qo'ysak buzilib qoladi degan gapkan. Lekin o'lim uningga undoq deguchilik ko'rsatmabdi. Bu hikoya texi bu yerda tugmadi. Qog'inini Alloh xolisa ahdi quyosh chiqqanda aytib beraman. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها.